Assalomu alaykum. Bugun mana shunday Ramazon oyi bo'lgani uchun mana shu modelni yasashni o'rganamiz. Xo'p, demak bizga oy va mana bunday xo'p, svitilligimiz kerak bo'ladi. Buni yasash uchun 3D Max dasturini ochib olamiz. Kirgandan so'ng doimgidek Customize bo'limidan xo'p, masshtabimizni sozlab olishimiz kerak. Buning uchun Customize, Unit Setup va mana bu yerdan metrik, millimeters, OK. Mana shu holatda metrikka, millimetrga ketyapmiz. OK. Xo'p, keyin Alt W ni bosib, perspektiva oynasiga kirib olamiz. Create bo'limi, geometri bo'limi, bu yerdan standart primitivlar va bu yerdan xo'p, bizga kerak mana bu silindr. Silindrni tanlaymiz va sahnaga mana bunday chizib olamiz. Mana chizdik. Xo'p, eng qovurg'asini ko'rsatish uchun bizda segmentlarni ko'rsatish uchun F4 ni bosamiz klaviaturadan. Mana bizda ko'rindi. Endi buni razmerlarini o'zgartirishimiz kerak. Demak, modify ga o'tib olamiz. Mana silindrning o'zi chiqdi, silindr 01. Demak, bunga birinchi radiusni beramiz. Demak, bunga radius beramiz. Xo'p, bu aytaylik 20 santimetrlik bo'lsa, xo'p, buni demak 10, ya'ni 100 yozamiz. Bo'yini birinchi mana buni etini qilib olamiz. Mana bu joyini mana etini qilib olsak, razmer demak 10 ga hop 20 400 beramiz. 400 katta ekan. 300 beramiz. Mana. Demak, mana o'rtasini qilib oldik. Endi hop, birinchi radius 100, keyingisi balandlik 300, height segment kerak emas. Hop, tab segment ham kerak emas. Sidesga demak yozamiz 6, ya'ni tomonlarga. Endi bizda mana hali ham aylana qilib ko'rsatyapti. Bu yerga smoothni o'chirib qo'yamiz. Mana. Bizda demak mana bu shaklimiz chiqdi. Endi biz bunga modify listdan edit poly modifikatorini tashlaymiz. Demak, edit poly, bu yerda mana buni bosib poligonga o'tib olamiz. Buni tezkor klaviaturasi demak to'rni bossak ham o'tadi. Mana poligon yondi. Endi mana bu shakllarni chiqarib olamiz. Tepa pastda turibdi. Demak, buni chiqarish uchun demak tepa pastni ushlaymiz birinchi va mishkani o'ngini bosib bevelni bosamiz. Bevelni katakchasiga. Hop, mana bu o'stirishga 0 qilib turamiz. Mana bu tashqi o'stirishga demak yozamiz 10. Mana 10 yozdik. Birinchisi 0. Endi plusni bosamiz yana. Plusni bossak yana bitta mana o'sadi. Endi mana bu tashqi o'stirishni o'chirib turib, tepa o'stirishga mana yozamiz. Demak, bunga yozamiz 15 yozamiz bunga. 15. Endi yana bitishkani bosamiz. Bitishkani bosib, endi mishkani o'ngini bosib, insert katakchasiga bosamiz va bu yerga 10 yozamiz. Yozdik. Endi extrude berib olamiz. Extrude Mana biz ikkiga bo'lib olishimiz kerak. Hop, bir 60 beraylik hozircha. Bitishkani bosamiz. Endi mana shu joyda turgan yerimizda R ni bossak, mana bu scale ga o'tadi. R ni bosamiz va mana Y va X o'qi bor, o'zi mana sariq bo'lib ushaladi. Mana pastda ham, tepa ham ushalgan bo'lishi kerak. Mana shu holatda mana bunday kichaytirib olamiz ozgina. Endi yana bitta mishkani o'ngini bosib extrude beramiz. Va bu yerdan demak buni sal kichaytiramiz. Bunga 40 beramiz.
katta bo'lib ketdi. Bir 30 beraylik. Mana 30, ya'ni 3 santimetr ichkani bosamiz. Yana o'zi R da turibmiz. X va Y o'qini o'rtasi ushlab mana sariq yonadi. Kichaytirib olamiz. Demak, mana shu shaklda bo'ladi. Mana bo'ldi. Endi hop, biz mishkani o'ngini bosib, extrude'ni yana katachasiga bosamiz. Mana bu kichkina to'rtburchak yerini chiqaryapmiz. Hop, mana chiqdi. Demak, bu ham 30 bo'laverar ekan. Yoki 25 qilsak ham bo'ladi. 25 va bitishkani bosamiz. Mana bo'ldi. Endi edge ga o'tamiz. Edge ga o'tib, mana buni demak W ni bosib olamiz. Mana bu yerini ushlab, pastda ham ushlaymiz betini. Mana ikkalasini ushlab, demak bu yerdan mana loopni bosamiz. Mana loopni bosib, mana bunday ushaldi. Endi bunga beramiz biz mishkani o'ngini bosib, chamferni mana katakchasi. Va bu yerda mana ozgina o'stiramiz. 20 o'stiraylik. Va mana bu segmentni mana 2 ta beramiz. Bu narsa bizga nima beradi? Mana bu yerda sal aylanib beradi. Buni yana ozgina o'stirsak bo'laverar ekan. Demak, 30 bersak ham bo'laverar ekan. Mana 32 qolganiga tegmaymiz. Mana ichkani bosamiz. Mana bo'ldi. Endi mana bu ozgina uzun bo'lib ketganga o'xshabdi. Shuning uchun vertexga o'tib, mana shu tarzda mana bunday pasini o'zini belgilab, mana tepaga endi mana bu yerdan buni 0 ga keltirib olamiz. Mana buni bossak mana 0 ga keldi va W ga o'tib olamiz. Mana move ga o'tib olamiz. Z o'qi bo'yicha mana 50 tepaga ko'taramiz. Mana endi sal uzunchoqligi yo'qoldi. Mana bo'ldi. Xo'p. Endi poligonga o'tamiz. Poligondan aylantirib yana ushlaymiz buni. Shift ni bossak, mana bunday ushlab, bitta ushladik. Endi shift ni bosib buni yonini ushlasak, mana aylantirib bizga ushaverdi. Endi ichiga kirgan holatini chiqarishimiz kerak. Uning uchun mishkani o'ngini bosib, yana insert katachasiga bosamiz va bu yerdan mana 15 beramiz. 15 berib turib, endi faqat mana bu tepaga beryapti. Shu yerdan mana by polygon qilib qo'yamiz. Mana demak, o'rtasiga ham berildi. Ichkani bosamiz. Endi mana bu yerda o'chirib olishimiz kerak. Shunchaki o'zi tayyor belgilar turibdi. Delete ni bossak, mana o'chib ketadi. Mana bu yer ochildi. Chirog'imiz deyarli bitib qoldi. Endi bunga qalinlik berib qo'yishimiz kerak. Hozir bu oddiy bitta tekislik bo'lib turibdi. Bunga qalinlik berish uchun modify listdan e'tibor berishingiz kerak. Mana shu yerda edit polyni o'zi turishi kerak. Mana bunday vertex yoki mana bunday poligon yonib turishi kerak emas. To'rtburchak yoki chiziq. Shuncha edit polyga bitta bosib, mana shu holatda turishi kerak. Xo'p, endi modify listdan demak shell modifikatorini topamiz. Shell modifikatori asosan edit poly va userlar bilan ishlaganimizda bizga qalinlik beradi. Mana shell. Hop, bu yerda mana birinchi turganiga outer amount turibdi. Shu yerga 2 beramiz. 2 mm mana qalinlik berdi. O'chirib yapsak. Mana demak bunga qalinlik berildi. Endi hop. Mana bu zanjirini ham qilib qo'yamiz. Demak, buning uchun Alt W orqali mana frontga o'tib olamiz. Frontga o'tib, demak, create bo'limi, geometry bo'limi va mana bu yerdan demak bizga kerak mana shapes bo'limi va circle ni bosamiz. Circle ni bosib, mana shu o'rtaga mana bunday bosamiz. Mana bo'ldi. Endi mana berildi. Bizga kerak bu yerdan mana shu circle ni ushlaymiz. Modify listdan sweep modifikator kerak. Hop, sweep. Bu yerdan endi sweep berilgandan so'ng hop o'zini alohida shakllari bor. Shu yerdan demak biz beramiz. Mana bu aylanani beramiz. Bitta berib, oxiridan pastga tushsak, mana parameters bo'limi bor. Bu agar o'chib turgan bo'lsa, mana bunday bossak, mana yonadi. Parametr bo'limidan
radiusini 3 bo'lar ekan. Thickness endi qalinligi bor, buni qalinligini mana 0 qo'yamiz. Mana ko'rsak, bizda nima bo'ldi? Mana zanjir hosil bo'ldi. Endi buni sal kattaytirib qo'ysak ham bo'lar ekan. To'g'ri. Mana berildi. Endi xo'p. Mana bu oyni yasashimiz kerak. Uning uchun yana biz demak, xo'p, taps ketyapti. Create bo'limi, silindr va yana chizamiz. Mana shu yerga mana shu tarzda mana chizib olamiz. Demak, radiusini beramiz. 100 beraylik birinchi. Balandligini 90 beraylik. Mana 190. Endi mana bu smooth turaveradi. Height segmentga beramiz. Demak, hop 10 beraylik. Kelinglar, mana 10 berdik. Hop. Sidesga endi ko'proq beramiz. Demak, 36. Mana bo'ldi. Endi xo'p, height segmentni ozgina ko'tarib qo'yamiz ekan. 12 berib qo'yaylik. Mana bo'ldi. Endi bunga hop modify listga o'tib, modify listdan bizga kerak taper. Ya'ni oyni yarmini yasab olamizda. Taper. Hop. Mana taper. Xo'p, mana bu yerga demak -0,1 yozamiz. Mana. Hozir. Hop, -1. -1 qilsak bo'ldi o'zi. -1 qilsak, mana buni 3i 3li bo'ldi. Endi bu yerdan curve bor, va shu curve'ni ozgina mana bunday ko'tarib qo'ysak, bizda nima bo'ldi? Mana bunday uchli simon chiqdi. Ha, bo'ldi. Endi hop, ozgina radiusini, demak, mana pastga taperga tushsak, ozgina radiusini kichaltiramiz ekan. Bir 60 beraylik. 70. Mana berildi. Endi hop, taper berildi. Endi bizga kerak pastda, demak, modify listga o'tamiz. Mirror komandasini modifikatorni ishga solamiz. Hop, mirror. Mana mirror. Endi z o'qiga qo'yamiz. Mana bu yerga demak copy'ni bosamiz. Mana bizda demak shu holatga keldi. Endi buni aylantirishimiz kerak. Aylantirish uchun bizga demak kerak yana bend. Demak, mana bend. Mana bu angle-ga bosamiz. Mana ko'rsak, bizda nima bo'lyapti? Aylanyapti. Demak, bizda oyning aylana shakli chiqyapti. Bizga deyarli menimcha yetsa kerak shunchalik. Yoki ozgina buni 280 yozamiz. Hop, endi buni ozgina bu yoqqa aylantirishimiz kerak. Demak, E ni bosib, ya'ni rotate ni bosib, Z o'qi bo'yicha, Z emas, mana Y o'qi bo'yicha ekan, ozgina mana bunday ko'tarib olamiz. Mana bo'ldi. Endi bu yoqqa o'tamiz. Hop, mana menda frontalni to'g'ri turibgan, balki sizlarda leftdan to'g'ri kelishi mumkin. Mana shu shaklda mana bunday to'g'rilab olamiz. Hop, ozgina kattaytiramiz. Endi mana shu holatda R ni bosib, mana scale bo'limida mana bunday kattaytirib olamiz bemalol. Mana bo'ldi. Endi mana bu juda aylanib bo'lib ketdi. Buni endi eniga mana kichikroq qilishimiz kerak. Uning uchun yana R ni bosib,
Y o'qini mana o'zi Y o'qi mana sariq yonyapti. Ozgina mana bunday qilamiz. Qisqartiramiz. Mana ko'rsak aylanaligi yo'qoldi. Mana bunday ellips holatiga keldi. Endi buni ushlab mana bu yerga to'g'rilaymiz sentriga. Endi mana buni ozgina kichraytiramiz. Demak, circledan radiusini kichraytiramiz. Ozgina pastga tushiramiz. Endi bundan mana bu move ga o'tib oldik. Hozir shift ni bosgan holatda Z o'qi bo'yicha mana ko'tarib olamiz. Copy va mana bunday aylantirib olamiz. Endi bosib rotate ga o'tib mana bunday aylantirib olamiz. Demak 90 gradus bo'lishi kerak. Mana bo'ldi. Endi buni kattaytirishimiz kerak. Circle ga o'tib buni mana bunday kattaytirib olamiz. Va mana bunday ko'taramiz. Tufayli circle. Endi mana buni ushlab ancha katta bo'ldi. Mana ozgina mana pastga tushiramiz. Ha bo'ldi. Endi mana buni ko'rsak, demak bizda mana clay ga o'tib bunday qilsak, bizda nima bo'ldi? Mana chirog'imiz hosil bo'ldi. Endi ichiga biz sham yasab qo'yishimiz kerak. Shammi, chiroqmi? Hop, buning uchun bunga mana buni ushlaymiz. Hop. Demak, edge ga o'tamiz. Edge ga o'tib mana bunday ichini ushlaymiz. Shell, bunga modifiersdan edit poly beramiz. Edit poly ikkini bosib, ya'ni edge ga o'tamiz. Mana bunday ichini ushlab, Ctrl ni bosib, mana ichini bunday aylantirib olamiz. Mana Ctrl ni bosib, ikki marta yoniga bossak, mana shunday aylantirib beradi. Mana belgilaymiz. Ctrl ni bosib, ikki marta yoniga bossak, mana aylantirib ushaveradi. Endi bunga hop, qani kapni bossak, ishkana o'ngini bosib, hop. Pastdan create shape qilamiz. Create shape. Mana smooth mass liner qilib turib, OK ni bosamiz. Bo'ldi. Endi bundan chiqib ketamiz. Mana bu yerda ko'rsak, bizda mana liniya hosil bo'ldi. Mana asitdan liniya hosil qilib berdi. Endi bunga hop shell beramiz. Mana shell berdik. Qalinlik mana bu yer yopildi. Modify listdan shell topib berasizlar. Endi yana modify listdan bunga edit poly beramiz va to'rini bosib, ya'ni poligonga o'tib olamiz va bu yerda bosib R ni bosamiz. R ni bosib shift ni bosgan holatda mana X, Y o'qini o'rtasini ushlab mana bunday kichraytirib olamiz. Mana bo'ldi. Endi W ni bosamiz. Shift ni bosgan holatda tepaga ozgina mana bunday ko'tarib olamiz ichcha. Endi tepaga mana shu ko'taramiz. Endi buni kichaytiramiz. R ni bosib scale ga o'tib olamiz. Ozgina ko'taramiz. R ni bosib bunday kichaytirib olamiz. Endi yana R ni bosib o'zi shift ni bosgan holatda mana bunday ichiga bunday kichaytirib olamiz. Endi W ni bosib mana bunday ko'taramiz. Endi yana ozgina ko'tarib ozgina aylantirib olamiz. Yana ozgina ko'tarib yana ozgina aylantiramiz. Yana mana bunday X, Y o'qi bo'yicha mana bunday tortamiz. Endi buni mana uchini R ni bosib mana bunday общий kichaytiramiz endi. Demak, mana shu tarzda demak mana shamni ham tayyorlab oldik. Endi hop. Bu yerda mana poligonga o'tib mana bunda belgilab olamiz. Mana bu pastda o'zi qoldi. Endi bunga
biz beramiz, demak detach qilib ajratib olamiz. Detach mana bo'ldi. Endi bu yerdan edit poly, hop, mana shamni o'zini ushladik. Edge o'tamiz. Mana bunday, mana belgilaymiz. Endi mishkani o'ngini bosib, connect mana katachasiga bosamiz. Endi mana bitta beriladi. Endi mana tepaga ko'taramiz. Bir o'zi turadi. Mana bu yopishish kerak, 95 ham bo'ladi. OKni bosamiz. Endi mana bu yerga beramiz. Connect. Buni endi pastga beramiz yoki mana buni pastga mana -95 mana. Pastga mana bu yerga mana demak chiziq berib oldik. Endi mana bu yerga berishimiz kerak. Buni ushlaymiz. Hop, demak buni ring qilib olamiz. Mana aylantirib ushlab berdi. Endi mishkani o'ngini bosib connect bosamiz. Mana connect bosib pastga tushdi. Endi buni sal 99 ga qilamiz. Bo'ldi. Mana bo'ldi. Endi bunga turbosmuz beramiz. Demak mana ikkita bersak nima bo'ldi? Mana sham holatiga keldi. Mana shamimiz mana aylandi. Endi mana bu pasimiz ochilib qoldi. Buni mana vertexga o'tib tepadan o'rtasini belgilab olamiz. Mana belgilandi. Endi x y o'qi bo'yicha mana bunday kichraytirib qo'yamiz. Mana demak bu shamimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shu tarzda demak modelimizni yasab olamiz. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda demak buni animatsiya va tagiga tekst yozishni ko'rib chiqamiz.